Do'stlar, so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqda ko'p bir chiroyli qizlarimizga, singillarimizga Mr. X degan bir akamizdan sovg'alar kelyapti. Biz bu akani tanimaymiz ham, akami, ukami yoki bilmayman bu inson, bizga u insonning sovg'i yo'q. Nima demoqchiman? Mana shu chiroyli qizlarga ko'p jo'natganlarini ko'rib qolyapmiz. Mayli, jo'nataversinlar, umrlari uzoq bo'lsin u odamni ham. Shu Mr. X aka videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, shu opa singillarimizni, mana shu ishlayotgan opa singillarimizni, mana qarang, mana payshanxalar bilan mana ishlayotgan opa singillarimizni Instagramda latofatli, go'zal, bloger, san'atkor, kosmetolog opa singillarimizdan kam joylari yo'q. Bir kuniga 100 ming so'm, 200 ming so'mga kunbayiga ishlashadi. O'sha akamiz mabodo shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, shu opalarimizga ham bironta bir adreslarini topib bergin desangiz, biz topib beramiz. Bizga hech narsa kerak emas. Biz bu dunyoda o'limdan boshqa deyarli hamma narsani ko'rdik. Biz har doim mana shunaqa qiynalgan oilalar, opa singillari uchun qilichimizni ko'taramiz. Biz shunaqa yigitlardanmiz. Siz ham haqiqiy Mr. X bo'ladigan bo'lsangiz, haqiqiy bir gentleman qilib o'sha gullarni, otlarni jo'natayotgan akamiz shu opa singillarimizga ham birontasiga bir gulmi yoki uylariga jihozmi, pilisosmi yoki bir narsa jo'natsangiz, albatta ular uchun biz juda xursand bo'lamiz. Do'stlar, shu akamizni ham belgilab ketinglar. Ha deb o'zlari to'lib toshgan, go'zal, sayohatlarga to'yib ketgan, hayotdan o'ziga chiroy beraverib, oro beraverib, nafaqat Mr. X'dan, balki boshqa insonlardan ham gul olib zerikib ketgan opa singillarimizga emas, mana shu mehnat qilayotgan opa singillarimizga ham biror narsa jo'nating, aka. Bizga hech narsa kerak emas. Shu videoni shu akaga yetkazib qo'yinglar. Shu opalarimizni ham xursand qilsangiz, biz xursand bo'lgan bo'lamiz.